Salom do'stlar, sizlar bilan yana Adil Safarman. Xo'sh do'stlar, bugungi videomizda biz sizlar bilan eng tezkor futbolchilar bilan bitta match o'ynaymiz. Xo'sh bo'lsa, birinchi aytadigan gapimiz bu. Rasman dinamik o'yinchilar ketdi. Buni hamma bilsa kerak. Group stage, ya'ni jahon chempionatini, ya'ni 1/8 finalga, ya'ni umuman o'ta olmaganlardan Darwin Nunes, Robertson, Patrik Schick, Husanov, Arda Güler, Li, Isidor, Wood va Abdulhamid bo'ldi. Ular ya'ni o'ta olmadi. Bitta menga Arda Güler tushdi. Moharemovich, Kubo, Irvain va Syorlot tushdi do'stlar. Ular reytingi oshdi. Syorlot +84 bo'ldi. Bulardan Irvain +1, Kubo +1 va Moharemovich +1 kuchaydi. 40 tadan 5 ta futbolchi olishga ulgurdim men. Va Komisun deb qo'ygan bu yerda. World Cup Heroes bular. Bular ya'ni sezon pas mana bular orqali kelishmaydi bular. Bular hamda bo'lib kelmaydi. Bular agentdan bo'lib keladi do'stlar. 375 taga ochishingiz mumkin bunda. Tushish ehtimoli juda foiz kam. Lekin masalan omad kelib agar tushirib qoldirsangiz ham, tushib qolsa ham futbolchi yana o'z foizida qoladi. Ya'ni 15 ta bo'lsa 15 ta bo'lib qoladi do'stlar. Ya'ni bitta narsani aytadigan bo'lsam, do'stlar, yana bitta narsani aytadigan bo'lsam, agar mana bu yerda mana shu video chiqadi YouTube'ga chiqqanidan so'ng tagida silka yozib qoldiraman, izohda yo kommentda silkani yozib qoldiraman. Bemalol o'sha yerga o'tib, kanalga obuna bo'lib, ham foydali narsalar bo'ladi degan umiddaman, sizga yoqadigan umiddaman. Bemalol o'tsangiz bo'ladi. Qani bo'lmasa, videoni boshlaymiz. Mana bu yerda hamma tezligi kuchli futbolchilar hammasi bir tarkibda yig'ilgan. Alissonniki 61, Hakimiyniki 98, Van Dijkniki 83, Salibaniki 85, Nuno Mendesniki 94, Valverdeniki 89, Rafaelioniki 92, Viniciusniki 93, Dembele'niki 90, Haalandniki 94 va Mbappe'niki 94. Va bu yoqdagi reservdagilarniki bularning tezligi pastligi uchun asosiy tarkibga kiritilmagan. Xo'sh bo'lmasa, o'yinni boshlaymiz. Chunki hozir Haalandni degan legendary division, ya'ni group stage'da o'ynata olmayman, chunki u jarohatlangan bu tarafda. Shuning uchun bu yerda exhibition matchda bu jarohatsiz o'ynaydi, ya'ni mana bunday o'ynaydi do'stlar. Umuman charchamaydi. Exhibition match shuning uchun mashq qilib olish uchun, ya'ni trenirovka o'ynasak ham bo'ladi. Dilasi friendly. Shuning uchun qani eng tezkor futbolchilarimiz bilan o'yinni boshlaymiz. Qani ketdik. Xo'sh bo'lsa, birinchi to'pni Haaland o'yinga kiritadi. Haaland o'zi hal qilmoqchi. Yo'q, undan himoyachi undan to'pni olib qo'ymoqda. Erling Haaland Dembele'ga pas. Dembele zarba va gol. Hisobni ochmoqda 6-daqiqadan. 7-daqiqa ekan. Mayli, bizga buni aloqasi yo'q. Xo'sh, Vinicius Junior bu yerda to'pni olib qo'ydi, pressing qilib va Haalandga uzatdi. Haaland Dembele'ga bermoqchi, lekin aniq pas. Pressingni Dembele mag'lub bo'lmoqda. Nuno Mendes. Yo'q do'stlar. Hakimi Haalandga uzatdi. Bu yerda Haaland zarba va gol do'stlar. Haalanddan dubl 2-0. Hisob kengaymoqda, sekinlashib. Xo'sh, endi mana bu yerda Dembele yana to'pni o'ziniki qilib olmoqda va yana Haalandga uzatadi. Haaland zarba va gol do'stlar. Do'stlar, iltimos mening YouTube kanalimga ham obuna bo'lib qo'ying. Dilis Safar deb hammasini katta harf yozsangiz chiqadi. Bosh logoda Sergio Ramos va Neymar Junior. Neymar Junior o'zi Braziliya kiyimida, Sergio Ramos esa Real kiyimida. Shunday kirsangiz o'zi chiqadi. Iltimos obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. O'tgan yilgidek aktiv juda kam, o'tgan yilgidek emas. Xo'sh, bu yerda Dembele to'pni ustuna tekkizib golga aylantirmoqda. Hisob 4-0 yiriklashmoqda. Do'stlar, bu videoni ikkinchi qismi olinmaydi, faqat boshqachasi olinadi. Faqat eng sekinlari bilan olib video olamiz, mana shunaqa. Bosh prevyuda esa faqat eng sekinlari bilan o'ynadim deyiladi.
Haaland o'ng oyoqda tepdi, o'ng oyoqda uncha o'yna olmaydi. Bu yerda Haaland yana pressing qila olmadi bu safar. Dembele zarba va 5-0 do'stlar. Hali 40 daqiqa, lekin hali Dembeleda hat-trick va hisob ham kengayoqda, ya'ni 5-0. Yirik hisob bu yerda. Vinicius Junior to'pni olib qo'ymoqchi, to'pni oladi ham. Nuno Mendeshga pas. Nuno Mendesh Kylian Mbappe bor kuch bilan yugurib ketmoqda. U hali gol urdimi? Yo'q. Va Mbappedan ham gol. Mbappe ham urmoqda. Nuno Mendeshdan assist. Do'stlar, keyingi eng sekin videodan keyin Saman Uz bilan o'ynayman do'stlar. Uni ham akkaunti normali, hisob 4-0. Saman Uz bilan o'ynayman. Uni ham akkaunti ancha kuchliroq, 37 lik, lekin akkauntga qaramaydi. Juda ham yaxshi o'ynaydi desak ham bo'ladi. U bilan o'yindan, haqiqiy video o'yinidan oldin ozgina o'rtoqlik o'yini ham o'ynab bo'ldik. Hisob 4-0 bo'ldi. 4-0 ga men g'olib bo'ldim. Saman Uz esa sal markazni yo'qotdi va 4 ta gol o'tkazib yubordi. Va do'stlar, keyingi undan ham oldin Denisi duel deb Azbek Kriyetov bilan o'ynadim. Unda 3-2 hisob bilan g'alaba qozongandim. Xo'sh do'stlar, hamma bilan birma-bir o'ynab ko'raman. Har videolarda meni g'alaba qilishim 5 tagacha boradimi yoki yo'qmi, shuni bilmoqchiman. Shuning uchun shu videoni qo'llashga majbur bo'ldim. Xo'sh, bu yerda Rafaelioni Vitinyaga almashtiring demoqchi. Yo'q, biz almashtirmaymiz. Xo'sh, bu yerda endi Hakimi to'pni olmadi, Dembele ham olmadi, endi Dembele oldi. Bu yerda himoyachilar Haalandga yo'lni ochib berdi va Haaland o'rtadan o'zi yugurib ketmoqda. Va Haaland gol do'stlar. Valverde yetib olmoqchi edi, lekin yeta olmadi. O'zi golni o'zi qilmoqchi edi, lekin Federico Valverde. Mana osonlikcha gol, oddiy panenka tashlab qo'ydik. Xo'sh do'stlar, Saman Uz bilan videoyimiz shu yaqin oralarda chiqadi. Bugun shu 30-iyulda qo'yilsa, Saman Uz bilan esa shu iyul oyida chiqadi do'stlar. Shu iyulni 7-iyulida chiqadi. 7-iyul yoki 8-iyul. Kutsangiz ham bo'ladi do'stlar. Uzoq kutilmaydi buncha. Shu bor yo'g'i 7-iyul yoki 8-iyullarda aniq bo'ladi. Ikkala kundan bittasida bo'ladi, qarochi. Xo'sh, bu yerda yana pressing qilmoqdamiz. Atakini bosamiz. Endi defensiv kerak bizga. Himoyalanish kerak. Endi atakka. Bizdan Nuno Mendesh katta tezlikda, bu ham 94 tezligi. Xo'sh, bitta ozgina anglashmovchilik xatolik bo'ldi. Almashtirib yubordik. Almashtirish mumkin emas qoidalarga ko'ra. Adashib bosib yubordi. Nuno Mendesh ichkariga uzatadi va Dembele zo'r tepgan edi, lekin afsuski to'p ustiga tegib qaytdi. Hisob 9-0. Balasitga o'tkazamiz. Haaland zarba va 10. Hozirda 87-daqiqa, lekin Haaland 2 marta hat-trick qildi. Eko gol urgan Haaland bo'lsa kerak. Buni eslab qolamiz do'stlar. Bu yerda eng tezkor jamoa 10 ta gol urib yutmoqda. Va eng sekin jamoa nechta gol urishini keyingi videoda bilib olamiz. Yo 10 emas, agar 11 ga yutar ekan. Xo'sh, buni keyingi videolarda bilib olamiz do'stlar. Eng sekin jamoa nechta gol urishini keyingi videoda aniq bo'ladi. Xo'sh, bo'lmasa o'yin ham o'z nihoyasiga yetdi. 11-0 hisobida Twente klubini mag'lub etdik. 7 ta gol va 2 ta assist ekan Haalanddan. Dembele 4 ta assist, 3 ta gol ekan. Juda yaxshi statistika. Bu yerda 2 ta tanga va 16 ta sezon pas bermoqda. Bu o'rtoqlik o'yini, ya'ni exhibition match bo'lganligi uchun burada kamroq beradi hammasidan. Lekin Group Stage, Global Challenge Cup va Legendary Divisionda esa ko'proq beradi do'stlar. Buni hamma biladi.
Xo'sh bo'lmasa, bularni ham ketishiga oz qoldi. Bular ham ketadi. Xo'sh do'stlar, videoni ham shu joyda tugatsak bo'ladi. Bugungi videomiz mana shulardan iborat edi va keyingi videomizni kutib qoling. Keyingi videomiz eng sekin jamoa bilan o'ynaymiz va ular nechta gol urishini bilib olamiz. Hozir bu yerda eng tezkor jamoadan 11 ta gol urdik. Keyingi jamoani bilib olamiz do'stlar va undan keyingi 7-yil yo 8-yilda kutilayotgan Saman Uzun bilan birga birdalasini o'ynab ko'raman. U ham duel bo'ladi. Ya'ni men Saman Uzunda 2-marta o'ynasam, shu 2 Azbek Kriyetni Samaruz ikkinchisi bo'ladi va yana 3 kishi bilan o'ynasam bo'ldi. Shu bilan tugataman bu videoning davomiyligini. Men shunchaki 5 ta g'alaba qila olamanmi yo qila olmaymanmi shuni bilmoqchi edim do'stlar. Bu yerda meni Dream Point'im 56358 ta ekan. Tangam 9472 ta va olmosim 1225 ta ekan. Va do'stlar, olmosni boricha yig'ing do'stlar. Mana bular ham agentni ochish bo'ladi. Men shuning uchun hammasini yig'ib kelmoqdaman. Va yana 2-3 ta chempionat tugatsam 1400 qancha bo'ladi menimcha. Bularni olish ancha qiyin lekin do'stlar, lekin baribir harakat qilish kerak. Xo'sh, videomiz shu bilan iborat edi. Hammaga xayr, sog' salomat bo'ling.